Koreyaga bir soatlik yo'llamani qo'lga kiritdim. Jahongir ustoz bergan bilimlar tufayli 1,5 yilda topik 5 daraja oldim. Jahongir akademiyasida 1 yil mobaynida o'qib, topik 3 darajasini oldim. Jahongir akademiyasida 0dan 1,5 yil davomida tayyorlanib, topik 3 darajasini oldim. Jahongir akademiyada 1 yil mobaynida tayyorlanib, topik 4 oldim va hozirda shu akademiyada dars berib kelmoqdaman. 1 yil davomida 0 darajadan Jahongir akademiyasida o'qib, topik 3 darajani oldim. Jahongir akademiyasida 0 dan 1,5 yil ichida topik 5 darajasini oldim. 1 va 11 sinflar o'rtasida o'tkazilgan Koreys tilidan respublika olimpiada bosqichida faxrli o'rinda egalladim va Koreyaga bir soatlik yo'llamani qo'lga kiritdim. Hozirgi vaqtda Jahongir akademiyasida koreys tilidan dars berib kelmoqdaman. Koreys tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga Jahongir akademiyasini tavsiya qilaman. Bu markazda bilim bilan birgalikda ahil jamoa orttirdim. Koreys tilini o'rganmoqchi bo'lgan barchaga tavsiya qilaman. Koreys tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga hech ikkilanmasdan Jahongir akademiyasini tavsiya qilaman. Jahongir ustozga katta rahmat. Men shu o'quv markazini tanlaganimdan xursandman va roziman. Katta rahmat, ketkazgan vaqtimga va pulimga roziman. Men shu akademiyada o'qigandan xursandman va roziman. Jahongir aka va G'aybulla akaga kattakon rahmat. Jahongir ustozga alohida rahmat, sarflagan vaqtim va bergan pulimga roziman. Jahongir akademiyasida o'qigandan xursandman va roziman. Katta ustozlarimiz G'aybulla ustoz va Jahongir ustozga kattakon rahmat. Koreys tilini o'rganmoqchi bo'lganlarga aynan shu akademiyani tavsiya beraman.